Baxmal tumanida O'zbekiston umumiy uyimiz shiori ostida madaniyat va do'stlik festivali tashkil etildi. Hozirgi lavhamizda O'zbekiston Respublikasi millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mita, Jizzax viloyat hokimligi, Qirg'iz milliy madaniy markazi hamda maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tadbir tafsilotlari haqida batafsil so'z yuritiladi. Yurtimizda yashayotgan barcha millat va elatlarning emin-erkin yashashi, tili, dini, milliy qadriyat, urf-odat va an'analarni rivojlantirish uchun zarur sharoitlar yaratish davlatimiz siyosatining ustuvor masalalaridan sanaladi. Buning amaldagi ifodasini Baxmal tumanida joylashgan qirg'iz tilidagi 25-sonli umumta'lim maktabida biz bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanimiz ezgu g'oyasi ostida tashkil etilgan mazkur tadbirda ham ko'rishimiz mumkin. Festival ishtirokchilari va mehmonlar qirg'iz odatiga xos ochiqko'ngillik, mehmonnavozlik bilan kutib olinib, ularga ehtirom ko'rsatildi. Tantanali tadbirda so'z olganlar davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yangi O'zbekistonda millatlararo totuvlikni ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar hamda qardosh respublikalar bilan olib borilayotgan yaxshi qo'shnichilik, do'stlik, birodarlik siyosat haqida o'z fikr-mulohazalarini bildirishdi. Navbatdagi 9-do'stlik va madaniyat festivalini o'tkazmoqdamiz. Bugungi tadbirda ushbu maktabni bitirgan, hozirgi kunda viloyat respublikamizning turli sohalarda faoliyat yuritayotgan insonlar taklif etilgan. Ularning bosib o'tgan yo'llari mana o'quvchilarimiz uchun bir qanaqadir maktab desak bo'ladi. Qolaversa, mana bugungi zamonda bizning respublikamizda hukm surayotgan tinchlik, farovonlik mana shu o'tayotgan festivalda ham o'z aksini topadi desak mubolag'a emas. Bugun Meyram ekan Baxmalda Qirg'iz madaniy o'rtaligining 25-mektepte bo'lib o'tgan jiyin festivali. Buni 7 yoshdan 70 yoshga sho'rlaydi. Mana o'ta tomosha yaxshi o'tib o'tir. Mana o'shunday meyramlar bo'laversin. Aralashib ketgan yerimiz qo'y. Buna yerimiz yurtimizning tinchlikning belgisi. Buna elbasi prezidentimizga rahmat. Madaniyat va do'stlik festivalining badiiy qismini maktab o'quvchilari qirg'iz millatiga xos bo'lgan kuy-qo'shiqlar va raqslar bilan ochib berishdi. Shuningdek, ular tomonidan o'zbek, tojik, qozoq, rus xalqlarining madaniyatini namoyon etuvchi, dilga yaqin qo'shiqlar va raqslar ham ijro etilib, vatan, do'stlik va hamjihatlikni tarannum etuvchi she'rlardan parchalar o'qildi. Besh deymin Baxmaldı, Allah nazar salgan yer, Oliya ata pirlerin akbatasını algan yer. Dostluk bar yerde birlik bar, intimak bar, tenglik bar. Özbekistan elinde, özgöçe boğru kendik bar. Malguzar aykar üstünde. Irıskan çaçat bulutlar, ırıskan terip ezertten. Intimak çeşeyt ulutlar. Sanzardın tunuk suusunday, tez ötet her bir minutlar. Bir minut kör boy turalbas. Dostuşkan türdü ulutlar. Mimandarımızga özünün milliligimizde Qirg'iz elinin milli oyunları, ırları, jomoqtori, epostori, monologlarini ko'rsatdik. Bu uchun biz abdan xursandmiz. Festival doirasida tashkil etilgan milliy taomlar, hunarmandchilik, chevarchilik mahsulotlari ko'rgazmasi orqali ishtirokchilar qirg'iz millatining uzoq asrlardan buyon avloddan avlodga saqlanib kelayotgan milliy urf-odat, an'ana va qadriyatlari haqida jonli tasavvurga ega bo'lishdi. Marjon, ashula va raqs ansamblining diltortar qo'shiqlari va go'zal raqslari ham tadbirga o'zgacha kayfiyat ulashdi. Festival yakunida faol qatnashchilarga tashkilotchilarning faxriy yorliq, diplom va esdalik sovg'alari hamda badiiy adabiyotlar jamlanmasi topshirildi.